Men qattiq qurigan tandir nonman. Ramazonda saharlikda meni yemaslik kerak, chunki oshqozonga og'irman va kun boqoyi chanqoqni kuchaytiraman. Men gazli shirin ichimlikman. Saharlikda meni tanlamang, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zada holsizlik keltiradi. Men suvman. Saharlik va iftorlikda meni yetarli ich. Bu ro'g'zani yengil va sog'lom o'tkazishga yordam beradi. Men yangi issiq yopilgan nonman. Saharlikda darrov meni yemaslik kerak, chunki oshqozonni bezovta qilaman va chanqoqni oshiraman. Men shakarli keksman. Saharlikda meni yemaslik kerak, chunki shakar tez och qildiradi va quvvatni tez tugatadi. Men gazli shirin ichimlikman. Saharlikda meni tanlamang, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zada holsizlik keltiradi. Men yog'li patirman. Ramazonda saharlikda meni ko'p yemasangiz yaxshi, chunki og'iz quritaman va kun bo'yi noqulaylik beraman. Men gazli energetik ichimlikman. Ramazonda saharlikda meni ichmang, chunki yurakka og'irlik qiladi va chanqoqni yanada oshiradi. Men juda sho'r yopilgan nonman. Saharlikda meni tanlamang, chunki tanadagi suvni tortib olaman va ro'g'zada tez chanqataman. Men uyquman. Ro'g'zada kun bo'yi uxlab yurma. Ro'g'zaning barakasi va savobi kamayib ketadi. Men telefonman. Ro'g'za tutgan paytingda menga haddan tashqari yopishib olma. Ko'zing charchaydi, vaqting zoya ketadi. Men ortiqcha ovqatman. Iftorda meni ko'p yema. Aks holda holsizlik va oshqozon og'rig'i bog'ladi. Men yomon so'zman. Ro'g'zada meni ishlatma. Tilni tiyish ham ro'g'zaning bir qismidir. Men juda issiq choyman. Iftorlikda meni darrov ichma, chunki taroveh namozida seni qiynayman. Men shokoladman. Iftorlikda meni yema, chunki shakar tez och qildiradi va ro'g'zani qiyinlashtiradi. Men shirin tortman. Ramazonda iftorlikda meni yema, chunki shakar tez holsizlantiradi. Men fast foodman. Ramazonda iftorlikda meni yema, chunki og'irman va quvvatni tez olaman. Men xurmoman. Iftorda tanaga tez energiya beraman va holdan toyishni kamaytiraman. Men oshqozonga yengilman. Hazm bo'lishga yordam beraman. Men xurmoman. Iftorda tanaga tez energiya beraman va holdan toyishni kamaytiraman. 2-3 dona yetarli. Me'yorida yesang foydaman. Lekin meni ko'p yesang, qonda shakar oshib ketishi mumkin. Diabeti bor odamlar meni me'yor bilan yeb qog'in. Men jahldorman. Ro'g'zada tez jahling chiqmasin. Sabr qil, ro'g'za shunchaki och yurish emas. Men tasbehman. Ro'zada duo va zikrni ko'paytir. Qalbing tinchlanadi, savobing ortadi. Men yaxshilikman. Ro'g'zada mehribon bo'l, yordam ber. Kichkina amal ham katta savob bo'ladi. Men Instagramman. Scroll qilib vaqtni isrof qilma, kayfiyating tushadi, ko'zing charchaydi. Men Telegramman. Juda uzoq ishlatsang, ko'zing charchaydi va vaqting ketadi. Ro'zada ayniqsa ehtiyot bo'l. Men YouTubeman. Bir kunda 70 minutdan ko'p video ko'rsang, ko'zing charchaydi va vaqting ketadi. Ro'zada ayniqsa ehtiyot. Men WhatsAppman. Juda uzoq chat qilsang, kuning bekor ketadi va ko'zing og'riy boshlaydi. Men Imoman. Juda ko'p video qo'ng'iroq qilma, diqqatni yo'qotasiz va ko'zing charchaydi. Men Snapchatman. Juda uzoq ishlatma, vaqt ketadi va ko'zing charchaydi. Ro'zada ayniqsa zararli. Men TikTokman. Scroll qilishni cheklamaysan, ko'zing charchaydi. Iltimos, obuna bo'lib keting. Ramazongacha 100 mingta obuna bo'lishni niyat qildim. Bu niyatim amalga oshishi uchun sizdan 5 sekund vaqt ketadi. Iltimos, obuna bo'ling. Ramazonda shunaqa foydali ma'lumotlarni bilish uchun hoziroq obuna bo'ling. Yana qaysi meva yoki ovqat haqida video qilishimni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.